Moliyaviy yechim kanaliga obunachilar uchun o'ta ham arzon bo'lgan zo'r mashina olib kelib qo'ydi. Mashinamiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan Lada desetka mashinasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, holatlari ideal sostanida. Oyog'iga 4 ta yaqinda yangi balonlar qo'yib, hadovoy motorlarini polni remont qilib qo'ygan ekanlar. Bir tomchi ham moy emas ekan mashinalar. Ko'rishingiz mumkin, salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashina atiga 251 ming kilometr yurgan, o'zini halol probegi. Metan gazli uстановka qilib qo'yilgan, stekli podiyomlik, sedena abagiriflarigacha bor ekan. Mashina polni asfalt bo'lgan, udari yo'q chiqadida. Mejigar pultlargacha uстановka qilib qo'yilgan. Metallari bor, ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi mashina. Bir odam 15 yildan beri mana yurganiga mashinasi ekan. O'rniga yangi Cobalt qilib berdi egalariga. Holatlari zo'r mashina. Agarda kimgadir shu mashinamiz qiziq bo'lsa, $1200 generalniy dovernislari bilan qilib beramiz. Оформить emas, generalniy dovernislari ham beriladi. Xohlasanglar 3 yilgacha gen dovernis qilib beramiz. Pastda nomerlarimiz bor, bemalol qilishingiz mumkin.